Bitta gap bilan hamma narsani tashlab faqat Allohga bo'lgan ishonchni oshiring degan bo'lardim. Chunki har qanaqangi inson, yaqinlaringiz, eringiz, ayolingiz, otangiz, farzandlaringiz kim bo'lishidan qat'iy nazar yoki qanaqangidir uzoq qarindoshingiz yoki umuman begona inson qalbingizni, ko'nglingizni, yuragingizni sindirdimi? Shunchaki jim bo'ling, indamang, mayli deb kulib keting. U yerda siz uchun hakam bo'lgan zot o'zi gaplashadi. O'zi gaplashib oladi. Ko'ngil og'rig'i, yurak og'rig'i, qalb og'rig'ini Alloh hech qachon javobsiz qoldirmaydi. Ya'ni qalbni vayron qilsalar ham sen hech qachon qalbni vayron qilguvchi bo'lmagin deganlar. Ya'ni qalbda Alloh joylashgan. U qalbni qanchalik sindirib, uni xafa qilib, mana shu insonlarning ko'nglini, yuragini sindirib xafa qiladigan bo'lsangiz, uni javobini Alloh bu dunyoda olmagunizcha, o'sha qalb kimnidir qalbini sindirgan bo'lsangiz, o'shani haqqini to'lamagunizcha bu dunyodan o'tmaysiz.